Haqqa surasi Məkkədə nazil bolğan. Cəmi 52 ayət. Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allahның ismi bilan başlayman. Bulushi aniq qiyomat. Qiyomat nimadir? Qiyomatning nima ekanligini qandoq bilalaysan? Samud va Ad qabilalari qiyomatni inkor qildi. Samud bo'lsa odatdan tashqari qattiq ovoz bilan halok qilindi. Ad bo'lsa haddidan ziyoda qattiq va so'g'uq bo'ron bilan halok qilindi. Allah ularga bo'ronni 7 kecha 8 kunduz uzildirmay oprida qildi. Ad qavmining o'z makonlarida halok bo'lib, xurma daraxining po'r ko'taklaridek yotganligini ko'rsan. Ulardan biror odamning qolganligini ko'ra olamsan. Piravin va uningdan ilgirkilar va shaharlari dum ko'mtirib etilganlar, ya'ni Lut qavmi xato ishlarni qildi. Ular Parvardigorning payg'ambariga osiylik qildi. Shuning bilan ularni Allah qattiq jazoladi. Shubhisizki, Nuhning zamonida cho'ng suv yamrab ketgan chog'da sizlarni, ya'ni ajdodinglarni biz kemiga soldik. Sizlarga uni ibrat qilish uchun esida tutib oladigan quloqlarning uni tutib olishi uchun biz shundoq qildik. Birinchi qitimliq suri chilingan chog'da zimin va tog'lar o'rinlaridan ko'tarilib, bir-biriga urilib, uvilib ketgan chog'da bu kunda cho'ng ish, ya'ni qiyomat yuz berdi. Osmon yerildi. Bu kunda osmon qalaymaqonlashib, ojizlashib ketdi. Farishtalar osmonning atrofida turdi. Bu kunda Parvardigoringning arshini 8 farishta boshlari ustida ko'tarib turdi. Bu kunda sizlar Allohga hisob berish uchun to'g'rilansizlar. Sizlar hech qanday bir sirni yoshirib qola olmaysizlar. Nomi amali o'ng quliga berilgan odam xushalliqdan bu mening nomi amalimni elib o'qib beqinglar. Men hisobatimga muloqot bo'lganligimga muqarrar ishongan edim, deydi. U ko'ngillik turmushda bo'ladi. Esil jannatda bo'ladi. Uning mevalari o'ri turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi qo'lini so'zibla alalaydigan darajada yaqin bo'ladi. Ularga o'tganki kunlarda, ya'ni dunyodagi chog'larda yaxshi amallarni qilganliginglar uchun xo'shalik-xo'ram yanglar, ichinglar deyiladi. Nomi amali so'l qo'liga berilgan odam aytadiki, "Menga nomi amalim berilmagan bo'lsa-chi, hisobimning nima bo'lganligini bilmasam edim. Dunyoda o'limim hayotimni oxiratda qayta tirilmas qilib oxirlashtirsa-chi. Mening mol-mulkim menga hech narsaga asqatmadi. Mening huquqim qo'limdan ketdi." Allah do'zaxqa muvakkal farishtalarga aytadi: "Uni tutinglar, uningga taqoq selanglar. Ondan uni do'zaxga tashlanglar. Ondan uni uzunligi 70 gaz keladigan zanjir bilan bog'langlar." Uning bundaq azoblanishi shuning uchundirki, u haqiqatan ulug' Allohga iymon etmagan edi. Miskinga tamoq berishni targ'ib qilmaydi. Bugun uningga bu yerda uningdan azobni ko'tarib o'tadigan do'st yo'qdir. Uningga jiringdan boshqa tamoq yo'qdir. Uni faqat ozg'on odamlarla, ya'ni kofirlarla yeydi. Men sizlar ko'rib turadigan narsalar bilan qasam qilaman. Sizlar ko'rmaydigan narsalar bilan qasam qilaman. Ya'ni barliq maxluqot bilan qasam qilaman. Bu Qur'on albatta hurmatli payg'ambarning Alloh tarafidan yetkazgan so'zidir. Bu shoirning so'zi emasdir. Sizlar nihoyatda oz ishinisizlar. U Qoyinning so'zimi emas. Sizlar oz vaz nasiyat olasizlar. U olamlarning Parvardigori tarafidan nozil qilingandir. Agar u bizning nomimizdan yolg'onni to'qiydigan bo'lsa, albatta uni qudratimiz bilan jazolaydik. Ondan uning asosiy qizil tomirini kesib tashlaydik. Sizlardan hech bir odam uni qo'g'dab qola olmaydi. Shak shubhisizki, bu Qur'on taqvodorlar uchun vaz nasihatdir. Biz shak shubhisiz bilimizki, sizlarning oranglarda Qur'on oyatlari shuncha ro'shan turuqliq uni inkor qilguvchilar bor.
Qur'on kofirlarga, ular Qur'onni tasdiq qilguvchilarning savobini va inkor qilguvchilarning azobini ko'rgan chaqda albatta hasrat ilib keladi. Qur'on muqarrarki shaksiz haqiqatdir. Ulug' Parvardigoringni mushriklarning iftirolaridan pok e'tiqod qilgin.